Barangiz opa, men chiska qildirdim qo'yasizmi? Birinchi marta men borgan kosmetologga men xohlagandek chiska qilishdi. Chunki har bitta kosmetologga borganimda o'zi shu paytgacha o'zi 3 ta kosmetologga borganman. Yuzimni chiska qilishganda siz birinchi og'riq qoldiradigan surdingiz, menimcha yuzimni namlantirib, jirini chiqazadigan narsa surdingiz yuzimga. Itak, keyin yuzimni o'ng tarafidan boshlab ochishni boshladingiz-ku, yarmini tozalab, yegim alohida, peshonam alohida, burnimni, yanog'im alohida tozalaganingiz uchun ham endi har doimgi patsientingiz bo'laman. Chunki men yuzimni hech kim bunaqa tozalamagan. Kosmetologga borsam, o'zim yuzimni qayerda nima borligini bilaman. Tilim bilan og'zimni ichidan yanog'im tarafga surib, mana mana bilan qiling, mana bu yerda bor desam, u rostdan shu yerda bor ekan, shunaqa turing deb qilib qo'yishardi. No, yuzim har doimgidan ham yaltirayapti, o'zi yaltiraydi. No, har doimgidan ham yaltirayapti. Ko'chadagilar ham aytishyapti. Universitetda o'qiyotgan bo'lsam, bir marta ham bezmakiyaj bo'lmaganman. Bugun shunaqa bordim. Yuzing chiroyli ekan, men anaqa chiskani izlari ketsa deb gapirishdi. Keyin sizdan olgan narsalarim ham o'sha effektini berishni boshladim.